Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Kur'an ayetlerine geldik 118. dersga. Suratun Nisa 44. ayet. Bu Kur'an ayetler bizge haber beri, dinçi adam hakimliğe satılıp, akçaga satılıp, dinni zatların araştırıp, yaratıp, şöyle aldanmak. Şöyle ne ayet Allah-u Teala. Euzubillahimineşşeytanirracim. Alam tara ilellezine utu nasiben minel kitab yeşterûne'd-dalâlete ve yuridûne en tadillus-sebîl. Vallahu a'lemu bi'a'dâikum ve kefâ billahi veliyya ve kefâ billahi nasîrâ. Alam tara de. Sen görmedin. Alay adamlar uzzaga kitaptan pay berliyan, ilmi berliyan adamlar. Allah-u Teala uzzaga ilmi bergen. Ular ne eti? Cuhutlan hakkına aydı. Şolar yemin bu alim adam savrimenli. Yeşterûne'd-dalâlete. Şöyle adamlar var, adaşmaklık ne satıp alan. Uzzaga cehennemini satıp alan adamlar. Ve yuridûne. Tuz yolunu koyup, Allah'ın razılığın, cennetliğe varan yolunu koyup, cehennemin yolunu sayıyor. Ve ular suya, siz de adaşkan ne değil. Uzlar imik bolganı suyup. Şöyle imik, her sayak katun değil. Esine gele bardağa atılar sayak mı seyredip. Uğurcu adam esine gele bardağa uğurlayım mı seyredip. Nege öyle esine gele, nege öyle suya, nege tuğulese şu ozu eteğen zat erşi görünmesin. Bardağa halk etse ya bu şey zat. Parat gibi şey. Tuğul. Şöyle şeytan pasallarını yayma suya. Vallahu a'lemu bi'a'daikum ne? Allah-u Teala her gerti müminge ve peygamberge bildire. Allah bilah sizin düşmanlarınızın değil. Onlar ne etmesi ya, siz de öyle boğanı suya kanını durçu. Ve yuhbirukum bihim, sizge haber vere o ana hakkından. Tectanibuhum, siz onlardan sakp olsun için. Allah-u Teala bizge olan sıfatların anlata. Kur'an ayetlarda var ki, karasan ha, şu pagollarından ne bilesen, kapitan mı, general mi, zattır şu. Şöyle bilip bulasam münafiklerin, İza haddese kazartugum, söyleyeni yağanayta, vaadasına hilafçığa, amanatka hıyanatçığa, masalan eskergen harbi rizatları var. Ve kefâ billahi veliyya, sizge tamam, Allah'ın tutkan adamına Allah saklavucu. Onlar sizin adaştırma suyu, ne etmesiyse da sen Allah'a bulan durursan, ve kefâ billahi nasira, Allah sana komikçi, yaklavucu, şu anı hillalarından saklayan. Hali bununla alam tara sen görmeyim sen negenini gör diye mana tuğum bununla. Allah-u Teala şunca kadar şu an işi acayip diye mana. Anlayışsın. Acayip şu bile tutup adam ozuğar adaşma halini satıp alagan. Hali gelik 45. ayette okuldu 46. ayet. Hali olar bir eteği zatını o şey eskeri tuğul mu? Hali padırıp eskeri ne ete olar? Niçin satıp ala adaşma halini? من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ويقولون وراعنا فرمزة ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. O cuhullardan barda bayta bir tayfaları Allah'ın kalimaların araştıra. Tavrat'ta tuşkançı Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın sıfatları. Şuna barzatni barkuyda aytsa, bayağı o artta ilmus yok adam var. Vah, bizim alimler bize aytamsa, eteği gali inanayık de peygamber'e aytacak ayeti oğlum. Kovusu barda halk şöyle hiç ya. Ozlar bir inanık gelgen adamları bula dinle. Onlar onu araştıra. Ve yakulun olar aytmada ayta peygamber'e. Ozlara bizatman buyursa, eşittik sen aytkan zaten anladık. Tek etmeyi bir sene aytan zannedik. O daha da yamanç. Hala anlagan edin, biledin tek etmeyim enlik. Vasayna. Vasma gayra musmayni. Hal bimana dua ay la samiyata. Bunun manası ay tinla bizden seni incitmeyen zatlan edip Araplarda kullanına bulan bir söz var. Vasma seni tinla, atfet sen tinla seni incitmeyen zatlan. Vah
payg'ambarni incitmagan zotdir. Ular tinglaganına cevap berse, inandik deb aytsa, tuz kuyda, yüreginden tugulmi? Ular aytdi, da inandik deb buni aldatmasıyor. Yüreginden bo'lsa inanmay. Nizatlarni arishtirgan ular Muhammad haqqından, masalan Muhammad haqqından sallallohu alayhi vasallam bar Tavratlarda yazılıb, ağadan olacak, qızıl qatish, anlayımsa, qızılga yo'q. Uzun tugul, qisqa tugul. Qisqa deb aytma, alaşa tugul, uzun deb aytma, stratlat tugul, uzun tugul. Ular ne aytgan? Payg'ambar haqqından, payg'ambarning tusi aswadul lawn, qara adam. Uzun bek uzun. Deb şöley o'zani pastoy adamlari barchi avom xalqdan alagan kelgan Dahud Sali, Karmoshka Sali. Bayağı Muhammed payg'ambar, o payg'ambar desa, xalq o'g'arbag'ib o'zan tashlab o'yer deb arishtirgan shu zaman. Короче, o Muhammed tugul biz qaragan. Biz qaragan Muhammed boshqa Muhammed deb aytmasgan. Qara, o'lay deb anglashildi. İbdag'i ularning kitobida yozilgan, kim Muhammedga inanmasa jahannamdan doim qolajak deb. Buni ular arishtirgan. Bizga o't temaja 40 kun tugulasi degan. Jahannamdan doim qolma yo'q bizga degan. Anglashildi. Va ra'inani ma'nosi dag'ada ular aytadi, bizga ko'z qarat. Ra'ina deb qo'ychilarga aytanimik, mallarga qara deb aytanimik, bizga qara deydi. Ulardan bo'lsa ra'ina degan zot bizga qara degan ma'no, bizga skit ketkinni etdi degan ma'noda bo'lib bo'ladi. Anglashildi. Ikki turli ma'nosi bor. So'g'moqqa da olana, maqtamoqqa da olana. Gertukuyda qara degan zot da bor. Biz boshqacha ma'nosi da bor. Hatta Alloh Taala şu ra'ina degan so'z bor, ikki turli ma'nosi bor. Shundan geri olgan mu'minlar aytmagiz. Şu juhutlar aytgan so'zni qo'llamagiz degan. Layyan o so'z nega qo'llaydi deb aytdi ular. Juhutlarda yomon zakka qo'llana bo'lgan. Layyan ayt bi alsinatihim tillari bilan arishtirib so'zni ma'nosini qo'llamoq uchun vatanan fiddini dinga chanchib turtib islom dinga. Walau annahum agar ular aytgan bo'lgansa qalu sami'na va atana tingladik va bo'ynimizda berdik. Va asayni deb aytganchaga, hani başlab aytdik-chi, tingladik va assi bo'ldik deydi. Assi seni buyruğunu etmeymiz degan ma'noda. Bundan aytgansa ular tingladik va sen aytganni etamiz deb aytgansa, va da'vat aytgansa vasma sen tingla, vandurna bizga ko'z qarat deb aytgansa, shu ra'ina degan so'zni qo'llamay undurna degan so'zni qo'llagansa, bizga qara, bizning haybimizni et deb aytgan bo'lgansa, lakana khayran lahum. Ularga o'zlariga yaxshi deb aytdi. O'zlar aytgan so'zlardan esa va aqwama adillida tuzda bo'lar edi. Walakin la'anahumulloh. Tek Allah ularga nalab berdi. Allah o'zining rahmatidan ularni arag etdi. Nega? Bi kufrihim. Shulay niblagodarnas. Allah bergan zatni yashirgan sali kitoblarda bor zatni. Kufr deb aytsa yashirmoqqa. Tugum. Ala yu'minuna illa qalila. Ulardan azlar tugulese o cuhutlardan inanmaydı. O sadece cuhutlardan inananlar var. Alimmarida tek az deb aytdi. Şu kafirlar etgan bo'ldi to'xtadi Muhammadga sallallohu alayhi vasallam. Hali aytdi tingla va eshitilmagan kuyda degan ma'nosi, onun ma'nosida tingla eshitmagan kuyda desang, sangrab bo'lgur deydi payg'ambarga. Shuli yomon so'zlarni so'ylay bo'lgan. Ayada o'lib taygir degan ma'no, eshitmagan kuyda dag'i kuyda. Ha? O'lib taysa eshitib bo'ladi adam. Buni shulay yomon ma'nosi bo'lgan. Ra'ina degan so'zni o juhutlarda. Hali ularga yaxshi bo'lar degan ma'nosi nedir? Ular o'zlariga yashirsa yaxshi bo'ldi deb turadi ular. Kelgan qarmoshga to'xtamaydi. Alloh taolo aytdi. Ularga dunyosida da yaxshi bo'lar edi. Anglaymisan? Va oxiratida da yaxshi bo'lar edi. Ular o'zlar bilachi ilmusi bor odamlar. O'zlariga aytib turadi. Qur'on oyat gertikenda bilar. Bizga yaxshi bo'ldi deb ularni aytgan so'ng qo'yali. Yashirmay yaxshi bo'lgan zotni teyik deb aytmagan. Hali payg'ambarning ummatidan shulay nalatni olgan odamlar bo'lmagan deb aytdi. Shu juhutlar tugulasi. Nega? Bek incitgan sari payg'ambar, bek kafirlik etgan sari bila turib. Shuningmi har bilagan odamga azab dag'da qo'shib bo'ladi. Shulay juhutlarni alimlaridan inangan billari Abdullah bin Salam, Ka'b bin Ahbar deb aytib, va shulay qo'rqinch, shulay nalat bo'lmagan deb aytdi. Biravada payg'ambar ummatining shu juhutlarga bo'lgandan dunyoda ko'bisini shulay yurganlarga shu vaqtda lab berildi. Va hatto shu inanganlarda ayta bo'lgan. Ular sağa kelguncha qo'rqdik, bizga nalat tushib ulu bola olarmikin deb tez kelib inangan payg'ambarga billari shulay. Hali kelgan oyatlarda inshaalloh juhutlarga baylaulloh
والحمد لله رب العالمين. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب.